Alo, xullas meni bitta insondan shikoyatim bor edi. Men bir ayol bilan urushib qoluvdim. Guli degan tanisalaring ilgari pingvin edi, keyin oshqozonini olib operatsiya qildirib ozib qoldi. Hozircha takkoy narsa bo'lib menga sakrayapti. Lekin men ham uni o'sha pingvinlik paytidagi xatolarini, ayblarini bilganim uchun kechirim so'rab biz urushni to'xtatdik. Lekin hozir Moskvada bitta Dila Jalab degani ko'rib qoldi. Meni farzandimga ko'chada kimdir sovg'a bergan ekan. Meni kichkinagina cho'michim bor, oyog'iga 2 marta urdim. Ana farzandiga qaramaydi deb endi meni haqorat qilyapti. Meni aslida xalq qaraydi, xalq boqadi, xalq uddamdan chiqadi. Uyga kelsalaring meni uyimda ham faqat xalqning mehri, xalqdan kelgan narsalar turadi. Men o'sha xohlasam agar meni ham tenteligim tutib qolsa, xalqdan luboy inson ustidan shikoyat qilaveraman. Men mana shunaqa jinniroq